Hammaga salom. Sizlar bilan har doimdek Sindor. Bugungi videoda biz siz bilan qanday qilib avtomatik post tashlab turuvchi sun'iy intellektni kanalga ulashni ko'rib chiqamiz. To'g'ri, bu reklama, lekin bu juda ham foydali narsani sizga tavsiya qilmoqchiman va uni qanday qilib to'liq ishlatishni hozir sizga tushuntirib ketaman. Video mavzusi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosing va menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Biz doimgidek boshladik. Xullas, ushbu botimizning funksiyalarini sanab o'taman. Birinchisi, AI asosidagi craft content, ya'ni AI yordamida siz boshqa kanallardagi yoki boshqa joylardagi ma'lumotlarni kanalingizga avtomatik tashlab turadigan qilib nastroyka qilishingiz mumkin. Boshqa tilda bo'lsa, o'zbek tiliga o'girgan holatda. Va ikkinchisi esa craft posting, ya'ni rejalashtirilgan post joylash yoki tugmali postlar ishlash va boshqa narsalar. Bu narsa ham aynan shu servisning ichiga kiradi. Bundan boshqa botlarda alohida foydalanmaysiz va bitta botning o'zida hammasini hal qilsangiz bo'ladi. Va uchinchisi esa Craft Welcome Bot, ya'ni foydalanish uchun oson konstruktor yordamida noyob kutib olish bot. Bu narsani boshida tushuntirishim sizga kerak emas, chunki bu narsani aniq ishlatib ko'rilayotganda tushuntirganim sizga ma'qul. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Xullas, bu botning nomi CraftTG bot. CraftTG botni Telegram orqali qidirib yoki pastdagi havola orqali o'tsangiz va bot poddershkasi bilan gaplashayotganda Sindor.uz promo kodini ishlatsangiz, barchasi uchun skidkalar qilib beriladi. Skidka foizini ko'rib olishingiz mumkin. Xullas, chegirmadan foydalanishni maqsad beraman, men esa botni tushuntirishga kirishdim. Xo'p, akalar, birinchi bo'lib Telegramga kiramiz va qidiruv bo'limidan CraftTG bot deb yozamiz. O'sha imeni mana shunaqa pastda havola bor. Pastdagi havola orqali o'tsanglar, meni nomimdan o'tganlaring bilinadi va sizlarga o'sha promo kodim aniq ishlaydi. Xo'p, ko'ramiz. Botga start bosamiz. Start bosganimizda bot bizga tilni tanlash jo'naydi. Biz o'zbek tilini tanlaymiz, chunki botimizda o'zbek tili bor va ko'rishingiz mumkin, bot bizga salomlash xabarini yubordi o'zbek tilida. Craft bu Telegram kanallarni avtomatlashtirish va AI yordamida boshqarish uchun soddalashtirilgan innovatsion servis hisoblanadi. Birinchisi Neuro Content, ya'ni har bir mavzudagi kanal uchun ajoyib kontent to'liq avtomatik ravishda yaratish va joylash. Ikkinchisi Craft Posting, istalgan formatlash turi bilan kechiktirilgan postlarni joylashingiz mumkin. Uchinchisi bo'lsa Craft salomlashuv. Qulay konstruktor orqali siz o'z salomlashuv botingizni, ya'ni murojaat botini yaratishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda New bot, My bot, Price, Help, Href nimalari bor. Price ko'rib olamiz. Birinchi narxlar va tariflar bilan albatta tanishib chiqish kerak. Demak, bizning tarifimiz hozirda free deganim. O'sha avto posting, salomlashish, chat va boshqa narsalar bor bizda hammasi. O'sha Neuro postinglar bir haftaga bizga beriladi. $20 premiumda bizda hamma narsa ochiq bo'ladi. Bemalol ishlatib olsanglar bo'ladi. Oyiga $20 kanalga admin olib ishlatsangiz ham u $20 dan ishlamaydi va u bunaqa tezkor bo'la olmasligi mumkin. Xullas, bu narsani ham bitta qarab, tekshirib, o'zingizga ma'qul holatda sotib olib ishlatsanglar bo'ladi. Keyingisi Help yordam bo'limi orqali Craft Help bot, mana bu yordam botiga o'tib, o'zingizda bo'lgan hamma savollarni berishingiz mumkin. Keyingisi Ref, bu hamkorlik. Sizlar ham o'zingizga o'sha do'stinglarni taklif qilgan holatda bemalol pul ishlatsanglar bo'ladi bu narsani tavsiya qilgan holatda. To'g'ri, men ham mana shu maqsadni chiqaryapman, lekin sizlarga yana выгодный qilib turib 15% skidka qilib beryapman Sindor promo kodi bilan. Xullas, Sindor promo kodini ishlatish kerak bo'ladi. Bu yerda keyingi New bot bo'limi orqali biz bot fazerdan bot ochishimiz kerak bo'ladi. Bot fazerdan bot ochishni ko'pchilik biladi. Ya'ni ham juda ham tez ko'rsatib ketaman. Bot fazerga kiramiz. Menyudan mana bu yerdan bot ochsak bo'ladi. Web appdan, web app bo'yicha hali video chiqarmadim, yaqinda chiqaraman. Web appdan post Sindor deylik, aboutga shart emas, username'ga Sindor bunaqa chalkash bot qilib tashladim endi. Create qilamiz va mana bu yerdan tokenni copy qilib olgan holatda sekin qaytamiz va bot tokenini mana shu yerga yuboramiz. Xo'p, bot tokenimiz yuborganimizda bizga bot ochib, Craft tomonidan ishlatib beriladi. Mana bot ishlashga tayyor bo'ladi. Bunga kiramiz va bunga start tugmasini bosganimizda bizda botimiz to'liq ishlashni boshlaydi. Hech qanaqa ko'p vaqt kutish, navbat kutish degan narsa yo'q. Bizning postimiz bemalol ketadigan holatda tayyorlab beradigan botimiz ishga tushdi. Demak, bu yerda avto posting, Neuro posting va salomlashuv sozlamalar bo'limi orqali bu botimizga xush kelibsiz degan bo'limlarni, mana xabarlar, nimalarni to'g'rilashimiz mumkin. Avto qabul degan narsa ham bor, ya'ni arizalar qabul qilinishi, ya'ni zaявкали kanalga ham qabul qilib turadigan xususiy bo'ladi. Bundan tashqari botimizda yana funksiyalardan premium funksiyasi bor. O'sha premiumni hozir
ulab olishimiz kerak bo'ladi va bizda hozircha bir haftaga adashmasam aktiv turadi. Hammaga xabar yuborish o'sha rassilkani bemalol foydalanuvchilarga yuborishimiz mumkin va botimizda statistikasini ko'rib olishimiz mumkin. Bu yerdan boshqaruv paneli orqali administrator qo'shish, administrator olib tashlashimiz mumkin. Chat bo'limi orqali esa o'sha bot orqali foydalanuvchilar bilan muloqot sozlab qo'yishimiz mumkin. Chat qo'shish orqali qo'llab-quvvatlash uchun chatni ulash tugmasini bosing va huquqlarni bering. Xo'p. Bu orqali o'sha salomlashuv, ya'ni murojaat botini ulab qo'yishimiz mumkin mana shu botimizga. Xo'p, mana murojaat botini ishlashini ko'rsataman. Mana botimizga boshqa admin bo'lmagan akkauntimdan, shu botdan foydalanish huquqi yo'q bo'lgan akkauntimdan xabar yozaman. Bunaqa. Hey yo, what's up? Xo'p, bizga hozirgina ulagan chat deb ulagan gruppamizdan xabar keldi. Ko'rishingiz mumkin mana bu yerda. Shuni replay qilib nima gap deb yozsak bo'ladi. Hoppa, bu yerda aka nima gap deb keldi. Xullas, botimizni yangilash tugmasini bosgan holatda qolgan narsalarni to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Asosiy ishlarni qilib bo'ldik. Keyingi ishlarimiz mening kanallarim bo'limida hisoblanadi. Kanallarim bo'limida aynan neuroposting, ya'ni post yaratish va boshqalar hammasi mana shu bo'limda turibdi. Kanal qo'shish tugmasini bosamiz. Kanal qo'shish tugmasi orqali postga ruxsat bering. Kanal qo'shish. Mana bu kanalni qo'shamiz. Tayyor. Muvaffaqiyatli Donat Graf Usman bu kanalni qo'shdik. Bu kanalga endi post yaratishimiz mumkin. Masalan, bo'lgan narsangizni yuboring. Istalgan narsa. Можете mana bunaqa qilamiz. Mana bizning botimiz postni xuddi shunaqa holatda ko'chirib oldi va post bilan nima qilamiz deb so'rayapti. Turi rasm, belgilari qanchaligi, fayl hajmi qanchaligi ko'rsatilyapti. Ishoning, bu kontroller botda yo'q funksiyalar. Umuman bo'lmagan bunaqa funksiya. Mediani o'zgartirishimiz mumkin. Shu joyda boshqa rasm tanlab, mana shu narsani rasmini o'zgartirib tashlashimiz mumkin. Mediani o'chirish. Shu joyda mana shu rasm tashlagan rasmimizni o'chirib tashlab, menga faqat tekst qolsin deb belgilab qo'yishingiz mumkin. Tavsifni o'chirishimiz, ya'ni tashlagan postimizda pastdagi yozuvlarni o'chirib tashlash yoki o'zgartirishimiz mumkin. Tavsif pastda, tepada o'zgartirishimiz mumkin. Mana shu narsa yoqadi. Xuddi shunaqa holatda to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerda spoiler degan narsa bor. Bu hada turibdi, ya'ni bizning rasmimiz mana bunaqa spoiler holatda turibdi. Buni yo'q qilib qo'yishimiz mumkin va yana haga o'zgartirsak, postimizdagi rasm bot tomonidan spoiler holatda jo'natiladi. Bunaqa funksiyani bajaradigan botni men hali ko'rganim yo'q. Tovush, ya'ni xabarimiz tovushli holatda borsinmi, yo'qmi? Tugma, knopka qo'yish eng qiziq joyga keldik va tugmalarni biza rangli holatda jo'natishimiz mumkin. Rangli. Buni hozircha mana bunaqa kontroller bot qilayotgani yo'q. Kontroller bot bunaqa funksiyani qo'llab-quvvatlamayapti. Kelinglar, mana shuni kopiya qilib tashlab beraylik o'ziga. Rezultatni ko'rish uchun. Green ham bor edi buni. Ko'rdik. Oppa, mana green ham ishladi. Ko'rishingiz mumkin, tugmalarimiz rangli holatda turibdi. Bu narsani bemalol kanalimizga yuborsak bo'ladi. Tak, nusxalashdan himoya. Bu ishoning jinni bo'lib qolasiz bu funksiyani eshitib. Bu funksiya sizni mana shu bot tomonidan tashlangan postingizni boshqa birov ko'chira olmaydigan qilib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni siz kanalingizda kontent nusxalashni o'chirib qo'ysangiz, kontent ulashni o'chirib qo'ysangiz, kanalingizdagi hech qaysi postni olmaydi. Mana bu bot orqali jo'natilsa, mana shunaqa holatda post jo'natsangiz, aynan o'sha bot orqali yuborgan xabaringizni nusxalab yuborib bo'lmaydi. Hech kimga tasholmaysiz. Bunaqa bot ishoning jinni qilib tashlaydi odamni. Men yiqilib qolganman bu narsaga. Xullas, juda ham zo'r narsa. Xana bosib qo'yamiz va amna qilib turib share tugmasini bosganimizda, kanalga tashlaganimizdan keyin bu narsa umuman chiqmaydi. Aynan mana shu postimizda. Xullas, batafsil sozlamalari ham bor. Bu yerda qayta yozish, AI bilan to'g'rilash, imzo qo'shish, imzo ayirish, izohlarni o'chirish, repostni bor yoki yo'q qilish, mahkamlash, pin qilish nazarda tutilgan. O'zbek tilida shunaqa ekan. Klonlash, uzatish, javob posti kirib chiqish, o'shalar nima qilib sozlab qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni javob postidan bironta postga replay qilgan holatda mana masalan men bu yerda men bu postni tashlayman. Hozir bu kanalda nusxalab olish o'chirilgan. Mana shu postni tashlayman. O'sha postga replay qilib botni o'zi tashlaydi. Post qilish bo'yicha eng mukammal botdan bittasi desa ham bo'ladi. Xullas, keyingi tugmasini bosamiz. Bu narsalarni ko'rdik, bildik, hammasi yaxshi, zo'r. Xo'p. Post e'lon qilishga tayyor turibdi. Postda premium emojilar mavjud. Ular to'g'ri ishlash uchun
Craft Posting mana buni adminlikka qo'shishimiz kerak. Mana shu botni kiramiz. Add group of channel Donet Craftga internetim qotyapti ekan. Admin sifatida qo'shib yuboramiz. Juda ko'p bosib tashlabman, internetim qotganiga hozir chiqishim qiyin bo'lyapti. Qo'shdik. Bizda endi mana bunaqa premium emojilarimiz bot tomonidan yuboriladi. Bunda muammo bo'lmaydi bizda. Hozir e'lon qilamizmi yoki keyinga qoldiramizmi? Sikl bo'yicha nashr qilish mumkin. Reklama post sifatida, ya'ni tashab turib qanchadir vaqtdan keyin o'chirib yuborilishi, qanchadir vaqt turishi, qanaqa, nima bo'lishi, xullas bu narsalarni ham kiritsak bo'ladi. Oddiy admin qila olmaydigan hamma ishlarni qilyapti. Tak, kechiktirish, boshqa qilish, reklama posti, reklama yopilishini rejalashtirish, hamma narsani to'g'rilab qo'yib, kechiktirib qo'yishimiz mumkin va oxirida e'lon qilish tugmasini bosamiz. Hamma narsasi tugmalarigacha qizil, sariq, yashil va boshqa balo-battar ranglarda. Xullas bu postni o'chirib tashlaymiz. Botimizdagi post qilish funksiyasini ko'rib oldik. Xo'sh, siz bu funksiyadan qanchalik hayron qoldingiz? Izohlarda yozib qoldiring, biz esa keyingi funksiyaga o'tamiz. Xo'p, adminlar, endigi navbat mana bu neuroposting funksiyasiga. Kanalimizga kiramiz va neuroposting tugmasini bosib, bu yerda bizda polniy neuroposting, ya'ni AI bilan post qilish bo'limi ochiladi. Bu yerda avtomatik postlashni yoqamiz va manbalar bo'limi birinchi o'rinda manbalar bo'limiga kirib, qo'shish tugmasini bosgan holatda manba qo'shamiz. Masalan, so'nggi yangiliklar tugmasini qo'yamiz, kiramiz va bu yerda bironta kanal kiritishimiz kerak bo'ladi. Masalan, o'sha o'zlari bergan Durov kanali. Durov kanalini kiritamiz va Durov kanaliga istalgan post joylanishi bilan sizning kanalingizga tashlanadi. Может, kanal o'zbek tilida bo'lsa, bizga shunchaki mana bu yerga tanlab qo'yishimiz yetarli. Yangiliklar mana bu kanalda qo'shilganlarga yetarli. O'sha post qilinishi bilan sirasi kanalimizga yuboriladi. Lekin biz agar boshqa tildagi kanaldan, boshqa nimalardagi kanaldan olsak yoki aynan o'sha biz oladigan o'zbek tilidagi yoki boshqa kanallar ham imенно ulardan birga bir ko'chirilganda emas, qanaqadir o'zgarish uslubi qo'shilish kerak bo'ladigan bo'lsa, sekin so'rovlar bo'limiga kiramiz. So'rovlar bo'limiga qayta yozish qilamiz va tahrirlash. Demak, so'rov kiriting. Sen barcha manba kanallaridan o'zing uchun postlarni to'liq o'zbek tiliga ravon o'girib post qilasan. Tipa shunaqa buyruq berdik endi. Xo'p, bilan buni yana ham chiroyli qilsak bo'ladi. Formal Telegram oxirgi barcha manba kanallarni post to'liq ravon o'zbek tiliga tarjima qilish, ularni joylash vazifasi sizga topshirilgan. Apply. Mana shunday qilamiz. Demak, promptimiz ko'rsatildi, berildi. Orqaga qaytamiz va aynan mana shu prompt yordamida bizning kanal ishlaydi. Agar sizlarda bu narsada qiyinchilikka duch keladigan bo'lsanglar, bu videoda bo'yicha nimadir tushunmay qolgan bo'lsanglar, sizlarga Craft Helpbot poddershkasi doimo yordam berishga tayyor. Har qanday savol, har qanday muammo, har qanday masala bo'yicha rus tilida yoki ingliz tilida bemalol o'zingizlarning masalalarni hal qilishingiz mumkin. O'rningizga prompt yozib beradi. O'rningizga hamma ishni nastroyka qilib, to'g'rilab kanallarda cho'tka ishlaydigan darajaga olib chiqib beradi. Prosta men sizlar keyinchalik botdan foydalanishda qayerda nimalarga tushunmasanglar, o'sha narsalarni to'g'rilashni o'rgatib ketyapman bu videoda. O'shaning uchun o'zim ham aynan poddershkasi bilan gaplashgan holatda ko'rsatib, menga nima kerakligini tushuntirgan holatda kanalimga nastroyka qilganman. Xo'p, avto imzo qo'yiladi, avto imzo yozish qo'yiladi, reklama tekshiruvi, ya'ni siz mabodo o'sha manba kanal kiritib qo'ysangiz, manba kanaldan reklama tashlaydi-ku. O'sha reklamalarni avtomatik tekshirib turish AI yordamida tekshiradi, ichki havolalar olib tashaladi, tashqi havolalar olib tashaladi, giper havolalar olib tashaladi va boshqa narsalar, keraksiz narsalar, o'sha narsalar olib tashalishini belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi batafsilroq sozlamani ochsanglar, biz bu yerda content ko'rib chiqish, ya'ni ko'rib chiqishni yes qilib qo'ysanglar, kanallarga post joylanishdan oldin o'sha bitta ko'rsatadi, joylaydi. Bitta ko'rsatadi, joylaydi. O'sha
yoki mana buni o'chirib qo'ysak, sразу joylab boriladi. Ovoz bilan yoqib qo'yiladi, stop so'zlari mavjud. Ya'ni agarda men stop so'zlarga kiritib musor gaplar bo'ladi, baribir любой kanalda qanaqadir siz temangizga mos bo'lmagan narsa qo'shiladi. Aynan o'sha narsani stop so'zlarga kiritib qo'yasizlar, tamom. Masalan, so'kinish o'sha kanaldagi yoki umuman sizning kanalingizga to'g'ri kelmaydigan mavzuda qanaqadir post joylansa, o'shalarni stop so'zlarga kiritib qo'ygan holatda bemalol noto'g'ri postlar tashalishini oldini olsanglar bo'ladi. Belgilar soni kerak emas, kontekst analizi ham bu ham shunaqa narsalar. O'sha kontekstni bitta analiz qilib ko'rib, men necha foiz mana ikkita uchta kanalga kirib qo'ydingiz. O'sha ikkita uchta kanalda bir xil post joylanyapti. O'sha bir xil postda qanaqa darajada o'xshashligini tekshirib, bunisini olib, bunisini olmaydi. Bu ham shu. Men buni yoqib qo'ysak, tamom. Sezgirli 60% chiroyli turibdi. Tak. Bu narsani ham ko'rdik va sozlamalarni yig'ish orqali avtomatik neyropostingni o'zimiz xohlagandek to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Mabodo sizlarga tushunmagan bo'lsanglar, sizlarga qanaqadir yordam kerak bo'lsa, albatta Craft Help Botga murojaat qilsanglar bo'ladi. Craft Help Botda Craft jamoasidagi operatorlar sizlarning masalalarni tez va ishonchli hamda eng zo'r holatda hal qilib berishga harakat qilishadi. Ya'ni nima deyishni bilmadim. Men o'zingizlardan bilib nima qilsanglar bo'ladi. Nima bo'lib ketdi. Hop, bu yerda content rejani belgilab qo'yishimiz mumkin. Kuniga nechtadan post, kuniga nima qilindi. O'sha mana bunaqa qo'ysak, bu narsaga o'sha nechida post qo'yilishini o'zingizlar poddershka bilan gaplashgan holatda belgilab qo'yishingiz mumkin yoki mana shu yerdan ham bemalol kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, sozlamalar bo'limi orqali esa bu yerdan siz redaktorlar o'sha kanalingizdagi adminlarni ko'rasiz, premium emojilar bor ishlayaptimi yo'qmi ko'rasiz. Kanal imzosini mana bu yerga kanalga imzo qo'shib qo'yishingiz mumkin. Masalan, dgraph uz ishonchli tanlov desa, bizani kanalimizda har bir post oxiriga mana shu imzoyimiz qo'shib turiladi. Xo'p, ma'lumotlarni yangilash. Bu botimizda o'sha ma'lumotlarni yangilanishi, bildirishnomalar va balobatlar va mana bu yerda texnik yordam har doimdek Craft Help Botga yuboriladi, jo'naltiriladi. Botimizni tushundik. Mana shu narsalarni o'zingizlar ko'rib chiqib, o'zingizlar sinab ko'rgan holatda bir haftalik tekin rejimdan foydalanib ko'rishingiz mumkin va mana bu poddershkaga murojaat qilgan holatda men Sendorning podpischigiman va men Sendor promokodidan foydalanmoqchiman desanglar, sizlarga 15% skidka qilib beriladi. Xullas, video ma'qul keldi. Men avtomatik salomlashuv boti aynan mana shu botni ishlatishingiz mumkin. Bunda sizlarga sozlamalar bo'limi yordam beradi, ya'ni chat bo'limi orqali bemalol o'sha narsalarni qilib olishingiz mumkin. Mabodo savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol poddershkaga murojaat qilsanglar bo'ladi. Va обязательно agarda bu botdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, Sendor promokodini ishlating. Xullas, botni ko'rib chiqdik. Botdan foydalanish 7 kun tekin, 7 kun ishlatib ko'ring va ishlatib, aynan mana shu botni rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shsangiz bo'ladi. Va 7 kundan keyin obuna narxi hozirgi paytda $20. Shunchaki $20 evaziga kanalingiz bir oy xohlaganingizcha postni bemalol sizning ishtirokingizsiz joylab turadi va kanalingiz aktiv bo'ladi va kanalingizda doimiy yangiliklar chiqib turadi. Shunday ekan, obunani sotib oling yoki obunani sotib olishda Sendor promokodidan foydalaning. Sendor promokodi orqali 15% chegirmani qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Xullas, Craftdagi botdan foydalanish qo'llanmasi mana shunaqa edi. Bemalol ushbu botni o'zingizning kanalingizga sinab ko'rishingiz mumkin. Video mavzusi yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentlarda esa sizda qanaqa savol paydo bo'lgan bo'lsa, hammasini yozib qoldiravering. Bexijolat hammasiga javob berishga harakat qilaman. Menga esa obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosing va keyingi videolar nima haqida bo'lsin, izohlarda yozib qoldiring. Siz bilan Sendor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.